Marhuma aktrisa Halima Ibragimovaning oilasi haqida hozirgina muhim xabar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Iltimos videorolikni oxirigacha ko'ring. Bundan ro'ppa-rosa 1 yil avval iste'dodli aktrisa Halima Ibragimova vafot etgan edi. Uning millionlab obunachilarga ega bo'lgan Instagram sahifasi ham izsiz yo'qoldi. Aktrisa Halima Ibragimova 1979-yil Ubaydulla va Munira Ibragimovalar oilasida 3-qiz farzand bo'lib dunyoga kelgan. Oilada o'g'il farzand bo'lmagani uchun 4 qizning bari uy ro'zg'or ishlariga usta qilib tarbiyalangan. Bolaligim juda ajoyib o'tgan. Rahmatli otamning mahalla kuyida hurmati baland edi. Ubaydulla akaning qiziman desam hamma tanirdi, deydi aktrisa. Aktrisa ijtimoiy tarmoqlardagi kuzatuvchilari bilan ko'p nizoga borishi va buning uchun bir necha marta jazolangani haqida aytib o'tgan. Men ham odamman, menda ham ko'ngil bor. Ijtimoiy tarmoqlarda semiz deb shunchalik haqoratli so'zni yozishadiki, chidab bo'lmaydi. Go'yoki men qomatimning qandayligini bilmayman, u menga gapirib beryapti. Tug'ilganimdan beri shu qomat bilan yashayman. Bizning oilada ozg'in insonning o'zi bo'lmagan. Keyin turmush o'rtog'im va bolalarimni ham haqoratlab yozishlariga chidolmayman. Mard bo'lsa yuzimga gapirsin. Nimadandir jahlim chiqsa chidab turolmayman. Konsert paytida Avaz Oxunga, Boturxon Imomxo'jayevga va Ma'mur Xolmedovga musht tushirganman. Ahad Qayumning yegan kaltagi esa hammaga ma'lum. To'g'risi Ma'murni urganimga afsuslanaman, chunki yuzida shram qolib ketgan, deydi aktrisa. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Instagramdagi sahifasida jonli efirga chiqib, komik aktrisa Halima Ibragimovaning o'lim sababi haqida ham gapirib o'tgan edi. Halima Ibragimova yetimlikda ulg'ayib juda ko'p qiyinchiliklarni boshidan kechirgan. U intervyulardan birida farzandlarini qabristonga ko'p olib borishi, o'lim haqligini his qilishi haqida gapirgan. O'lim haq, har birimiz bir kun bu dunyoni tark etamiz, faqat Yaratgandan erta jonimni olma deb so'rayman. Qariganimda nabiralar boqishni, ularga mehr berishni istayman, deganda marhuma so'nggi intervyusida. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.